Aslovchilar mana qalmoqlarni otib qo'ydik, feeder, karpaviklarni otib qo'ydik. Hozir bitta yaxshigina urdi. Afsus, uspet qila olmadik. Chunki ba'zan joylashtirib kechqurunni g'amini yeyapman hozir. Bilasizlar, kechqurun yaxshigina suvib o'tdi. Palatkadan joylashtirdik. Spalni sho'rgan qarab qo'ydik. Kechqurun xudo xohlasa shu yerga kirib olib, maza qilib dam olamiz. Xudo xohlasa. Ha vaqtga. Mana assalomu alaykum. So'g'inga shu kunlarga yetib oldik. Mana Azim akam. Assalomu alaykum. Qanchadan beri Aslovchilar. Mana Hasan akam. Mana Baxtiyor do'stimiz. Oshi ishga olib kelgan. Va kamina Ulug'bek har doimgidek. Mana shu joyga joylashib oldim. Mana shu joyga. Har doimgidek feeder, poplok va ikkita spinning tashlab qo'yganman. Chomdan oldinga bo'ladigan holatda bittasilar mana ulash niyatida mana. O'tga do'stimiz Baxtiyor, o'tga akamiz Hasan akam mana. Va uni oldilarida Azim akam mana. Hasan akam, Azim akam. Anvar aka kelmadingiz, yomon o'rningiz bilan o'tdi aka. Keyin safar xudo xolisa birgalikda kelish nasib qilsin. Alloh shifo bersin, sog'ayib keting. Buni menga videoga olib turib o'ziga ochliq tashlashyapti. 21-oktyabrda mana mehnat O'stirov Orolchida qilgan natijalarimiz, Abdazim akam natijalari. Assalomu alaykum. Faqat kechasi ishladi. Karas faqat kechqurun. Oho, Azim aka. Oho. Torozga 10 kilo Azim akamning natijalari 1 kilo 300 sadokka chiqazaman. Barakatlar. Zo'r bo'ldi. Kechasi uxlamadingiz-a? Uxladik, 3larda uxladik. 3larda. Nechidan boshlandi? 10larda boshlandim. 10dan 3gacha. Mana. Mana navbatdagi ustozimiz Hasan akamning natijalarini ko'ramiz. O, to'ldiribsiz-ku Hasan aka, mashalloh. Hasan akamning natijalari 8 kilo 940. Sadokga chiqazaveramiz. Chamasi 1 kilocha chiqadi sadok. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Kechasi asosan kunduz kuni jim. Feederda. Feederda. Baraka topinglar. Aslovchilar mana navbatdagi do'stimiz Baxtiyor. Baxtiyor bilan to'g'risi o'zaro bellashdik biz. Zo'r bo'ldi. Tinmadilar. Yonlarida o'tirgan o'rtoqlarga ham e'tibor bermadilar. Shunaqangi berilib ketdilar-ku o'ga. Va u natijasini o'zida ko'rasiz. Mashalloh. Mana do'stimiz Baxtiyor natijalari. Baxtiyor nimada bo'ldi? Feeder. Bitta feederda o'ldingiz-a do'stim? Bitta feederda chuvalchang shu. Kech payt asosan. Kechasi yaxshi bo'ldi. Mana bitta feederda ishladilar. Bitta dona qolmadi. Ofarin. Qadrdan aslovchilar 20-da keldik. 21-oktyabr 2025-yil. Mehnat O'stirovda bo'lgan natijalarimiz mana bitta feeder, bitta udichkada jimik holatida ushladim. Men faqat ikkita sadok qildim do'stlar. Chunki bitta sadokim sal ishonchsizroq edi. Ikkita sadok qildim, ammo birinchi sadokimiz karaslar. Ikkinchi sadokimiz Qoplab olibsiz-ku? ikkinchi sadokimiz. Bilaman. Endi qisqacha ma'lumot berib o'rasiz. Keladiganlarga lokatsiyamizni Telegram kanaliga joylashtirib qo'yaman. Mehnat O'stirovda o'tirdik biz. Mashinada o'tsanglar bo'ladi. Hozirchalik suv ko'payganda bu o'tib bo'lmaydi. Xo'p. Feeder qalmog'ida yoki udichka qalmog'ida aparish, chuvalchang bilan kelasizlar. Kechqurun bo'ladi. Soat chanasi shu qorong'i tushda 7 boshlanyapti. Ertalabki 3 gacha yo'lga bo'lib to'xtadi. Mana biz ham yig'ishtirib vaqtga ketaveramiz. Hammaga omad, salomat bo'lasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog'inib kelgan o'miz, Allohga shukr, barokatli bo'lsin. Daryodan sut kelgan karaslarimiz hozir ikra qo'yadigan payti ekan. Bitta ikkitasida ikra chiqib qolganini bilib qolib, hozir shunaqa ikrasi borlarni qo'yaverman. Mana bunaqa qorni ishga, mana bunaqa holatlarni ikra chiqib qoldi bitta ikkitasida. Shuni sezib qoldim, hozir qo'yib yuboraman Salar kanaliga. Bunisi ham qorni ishga. Notekis. Navbatdagisini ham qorni notekis. Men bularning ichida aslida liam belasi bor deb o'yladim. Lekin unaqa emas, ikra mavsumiga hozir ikra chiqib qoldi. Ko'rasizlar qonnini o'sha hisobiga bularni Salar kanaliga qo'yib yuboraman. Qonni dedek hammasini ikrasi bor ular. Jonivorlar ko'paysin, bu yoqda ham yashasin. Naboda shunaqa qorni notekis bo'lganlarni ichida ikrasi bo'lar ekan, qo'yib yuboringlar, iloji bo'lsa ko'paysa.